Real Madrid faqat va faqat pul orqali kuchli jamoa yig'adi deb ko'pchilik o'ylaydi. Ammo bu unaqa emas desam, ishonasizmi? Obuna bo'lib qo'ying. So'nggi yangiliklar faqat bizda. Bilasizlar, yaqinda Real Madrid Bournemouthdan 50 million yevro evaziga Dean Huijsen degan himoyachini xarid qildi. Ammo uni hisoblamasak, oxirgi 5 yilda Madrid jamoasi himoyachilarni sotib olish uchun atigina 5 million yevro ishlatishdi. Shu ham faqatgina Garsiani sotib olish uchun. Rudiger, David Alaba, Trent Alexander-Arnold hammasi jamoaga erkin agent sifatida kelishgan. Raul Asensio esa jamoaning akademiyasidan chiqqan. Tasavvur qila olasizmi? Butun dunyoda 235 ta jamoa oxirgi 5 yilda kimsan Real Madriddan ko'proq pul himoyachilarga ishlatishgan. Bu juda dahshatli fakt. Qisqacha, eng ko'p pul ishlatgan jamoalarning to'liq ro'yxatini bizda Telegram kanalimizda ko'rsangiz bo'ladi. Bu jamoalar sizni hayratda qoldiradi. Bu videoni esa kimga yuborishni o'zingiz yaxshigina bilasiz. Futbol esa milliy kola bilan mazaliroq. O'zimizni milliy ta'mimiz milliy kola.